Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kanonlarda uchraydigan chip to'lib qolish muammosini bartaraf etishda birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ashpet chirog'i yonib qoladi. Orqa qismida joylashgan musor to'plamaydigan qismida chipi bo'ladi. Shu chipini 3 xil yo'nalishda bartaraf qilish mumkin. Birinchisi shunaqangi qurilma yordamida o'zini qaytadan nol holatga qaytarib, bu asosan ustalarda bo'ladi yoki doimiy foydalanuvchilar xarid qilsa ham bor, sotuvda ham mavjud. Ikkinchisi shunaqangi chipni xarid qilish. Buni misol uchun onlayn do'konlarda ham, AliExpressda ham sotadi. Yoki da o'zimizga murojaat qilsa ham o'rinma-o'rin alishtirib beramiz, xizmatini berishsa. Va uchinchisi shunaqangi tayyor ko'rinishda. Xo'p, shunaqangi tayyor ko'rinishda bizda mana tayyor ko'rinishda konteyneri mavjud. Bunda o'zini chipi ham mavjud. Musorlari shu shekilga yig'iladi. Ma'lum bir miqdorda kelganda, toshib ketishini oldini olish uchun shuni qo'yilsa, chiplari ham bir yo'li yangilanib ketadi. Xo'p, endi chip qaytarishga keladigan bo'lsak, uy sharoitida qanday bo'lsa, yoki mashina qurilmani xarid qilinganda yoki bizga olib kelinganda qanday qaytarishda birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda tokdan uzamiz. Hamda orqa qismini ochib olamiz. Xo'p. Bu himoya qopqog'ini olamiz. Hamda mana ko'rishingiz mumkin. O'zi ham ancha to'lib toshga yetib kelib qopti. Hozir mijozimiz faqat chip qaytarishdi aytdilar. Lekin imkon bo'lsa, shuni ham alishtirib yuborilsa, ancha yaxshi, yangi bo'ladi. Xo'p, hozir endi o'zlarining chiplarini qaytarishda ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu Canon printerlari MG04 chip hisoblanadi. Xo'p, buni endi shunaqangi qurilmamizda chipini qaytaramiz. Deyarli ko'p vaqt ketmaydi. Asosiysi shu qurilma bajaradi hamma vazifani. Buni o'sha oddiy Type-C zaryadniga suqiladi. Hamda misol uchun shu chipimizni 5 dona tilla bo'ladi. Shuni apparatga tegizib turamiz. Shu o'chib yonib yashil holatga kelib qoladi. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Yashil holatga keldi. Bu chipimiz hozir nol holatiga keldi. Endi yana qaytadan qo'yamiz. Endi printerni tekshirib ko'ramiz. Chipimizni joyiga qatirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, rangi sekin toshish darajasiga yetib kelibdi. Buni shunaqangi himoya qo'lqopida qilganlari yaxshi. Xo'p, endi o'z joyiga joylashtiramiz. Himoya qopqog'ini yopamiz. Printerimizni yana bir qator artib qo'yamiz. Hozir vaqt ketmasligi uchun sizlarga yoqib ko'rsatib beramiz. Xo'p, printerimiz tok manbayiga ulandi, yondi. Zagruzkani boshladi. Ish faoliyatiga printerimiz tayyor. Zagruzka qilib oladi. Biz tekshirish maqsadida bir ko'p yoqib ko'ramiz. Mana chiroqlari o'chdi hammasi. Xo'p, endi bizga cho'rni berdi. Tayyor. Kimga shunaqangi
sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga Hilal Tech'ga murojaat qilaverasizlar. Ishlarini tez, sifatli qilib bitkazib beramiz.